Zo'r sotuvchida Damas ishqibozlariga ishlatadigan varianti 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Bo'lgan holatlarda zo'r holatda turibdi. Kuzovlarda ham qirilgan, shilingan joylar yo'q ekan. Sizlar ko'rib turinglar, narxini oxirida aytaman, hayratda qolasizlar. Chexollar yaxshisini solingan, patologlar bo'lgan, stokalar bo'lgan, matfollar bor, kolonkalar ishlab turibdi. Hadovoy, zadniy mos, motorlarda ishlar yo'q ekan. Sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Mana shu krilo bilan mana shu kapotda chiziqdan pastida bor deydilar. O'zingiz uchun tekshirib ko'rsatib olaverasizlar. 60 partiyada sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Xohlani oformit, xohlani generalniy chiqargan. Narxini taxmin qilib turing, narxini aytaman. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 500 mingdan oshiqroq yurgan, lekin hadovoy motor korobkalarda, zadniy moslarda ishi yo'q. Yaxshi holatda minilgan, minishga tayyor Damas'si. $2870 ga pastda egalarining nomerlarini qoldiraman. Ulgurib qoling, noma yaxshi Damas ekan.